Oson. Yugurib borib hozir xolodilnikni ochinglar. Prям xolodilnikni ochinglar, xolodilnikda bor, hammada bor bu narsa. Bitta tuxumni olasizlar. Ha, tuxum xolodilnikda turadigan bitta tuxumni oqidan sarig'ini ajratasizlar. Demak, birinchi etapimiz sarig'idan boshlanadi. Sarig'iga ozgina kastorovoy maslo qo'shasizlar. Men qo'yib ketyapman, mana rasmlarini. Kastorovoy maslo qo'shasizlar, yarim choy qoshiqda va yarim choy qoshiqda kurkuma. Bu narsalar ham menimcha hammaning uyida bor. Demak, qo'shamiz va yuzimizga, toza yuvilgan yuzga 15 daqiqaga surib qo'yamiz. Yuvib tashlaymiz. Ikkinchi etapimiz tuxumni oqi bilan. Tuxumni oqiga yarimta choy qoshiqda u ham bir 5-6 tomchi limonni so'kini siqasizlar. Unga suyuq, faqat toza asal bo'lishi kerak, qizlar. Menimcha toza asal ham hammada bor. Yarim choy qoshiqda solamiz. Yaxshilab ko'pirtiramiz va ikkinchi etapda uni suramiz. Faqat ikkinchi maskamiz 3-4 sloyda suriladi. Ya'ni bitta sloyni surasizlar, 15-20 sekund kutib turasizlar, ikkinchi sloy, 3-chi, 4-chi sloy. Ishoninglar, yuzi shunaqa dahshat tortadi. Uni ham 15 minut qo'ygandan keyin yuvib tashlaymiz. Yuvib tashab, yuzingizga o'zingizlarni kreminglarni, увлажняющий, питательный krem surib qo'yasizlar. Demak, bu maska bizga nima beradi? Birinchidan, yuzni очищение qiladi. Tuxumni sarig'idan tayyorlangan maska. Yuzni tozalaydi, poralarni tortadi, yuzga vitamin beradi, yuzni oziqlantiradi. Bir xillada bilasizlar, yuzni rangi xiralashib qolgan bo'ladi. O'sha xiralashganlarini ochartiradi, svejest beradi yuzga. Ikkinchi maska esa tayyor bo'lib turgan, oziqlanib turgan yuzni tortadi. Shunaqa zo'r lifting beradi. Ishoninglar, bunaqa hali biz maskalarni o'rgatmaganmiz ikkita etapda. Tayyorlab ko'ringlar. Kstati, bu maskani xotin birga qilsanglar bo'ladi. Erkaklarga ham juda ham zo'r rezultat beradi. Ishlatib ko'ringlar-da, обязательно like bosib qo'yinglar. Biz keyingi videolarni sizlarga foydali videolarni olishimiz uchun. Sog' bo'linglar.